Changan 69 talik. Qo'yamiz. Hop, bunda hadoy polni qilingan ekan. Ko'p bo'lmagan, yaqinda qilib berishgan, chunki kalonkalar yangi deb turibdi. Yangi kalonkalar qo'yib, sharoylar hammasi polni qilib berishgan. Hop, sharoy ketib qolgan. Sharoy ketib qolgan, mana salni bo'lib o'tirgan joyi ketib qolgan. Bu yog'i ham shunaqa. Ochilyapti, o'ynab yotibdi, qimirlasa. Okey, mana shu pulak joy tushib chiqyapti. Tushib chiqyapti mana. Sharoyi Cherepakov Turkiya. Cherepakov Turkiya mana yoyilyapti. Buni ham o'sha qo'yganmiz. Ya hozir qimirlatib ko'rsatamiz. O'ynayapti. Sal o'ynaydi deyishingiz mumkin, lekin bu yerda juda ham ko'p o'ynayapti. Ikkalasini boshqatdan qo'yib beramiz. Bu mashina zubcha teremenni ochib beramiz. Islomni ham qachon qo'yilgan deydilar. Shunga hozir mana bu remellar ham titilib qolgan, remellarni ham qo'yib beramiz. Mana remellar titilyapti. Bu yog'i kungsi bo'lib bo'lmaydi. Bu remni qo'yib yuborish mumkin. Chunki bu remen uzilib ketsa, mana iplar titilyapti. Chunki bu remen uzilib ketib qolsa, pompa ishlamaydi, suv qizib ketadi, generator tok bermay qoladi, akkumulyator so'rib oladi. Akkumulyator o'ldirib qo'yadi, sababchi bo'ladi. Hop, bu remen yozig'i ko'rinmayapti. Mana o'chib ketgan yozig'i zo'rg'a ko'rinyapti. Значит, bu ancha bo'lgan. Kamida bir 30 ming yurgan. Bunda qaraganda ham mana ochilib qolgan mana. Remellar ochilib ochilishni boshlagan. Bu adashmasam 30 ming yurgan bo'lsa kerak. Generator remen stilyapti. Yirtilib ketdi mana. Vaqtida kelibdi o'zi ham. Hammasini yengga qo'yib beramiz. Zapcha solib kelganmiz mana. Hammasi remen, natchitor, hammasi bor. Hammasi har galgida o'zimiz olib kelganmiz, o'zimiz tiqib olib kelamiz. Tashadilar, ketdilar mashinani, bo'ldi, muammosi yo'q. Natchitorlar mana ustana qo'yib ketgan, remenniki bu yoqqa o'tib qolgan. Natchitorga ko'rinayotgan bo'lsa, yengisi remen, generator remen, yengi. Remen qo'yildi. Remen qo'yilgandan keyin remenning nataskasi bo'shroq bo'lishi kerak. Bu qancha tarin bo'lsa, remenning umri shuncha qisqaradi. Yumshoq bo'lishi kerak. Bunda qilganda, bunda yumshoq bo'lib turishi kerak. Mana yumshoq bo'l. Yumshog'i ham bo'lmaydi. Remen sakrab ketadi, metga o'tib ketadi. Shuning uchun iloji boricha me'yorida yumshoq bo'lishi kerak. Qancha tarin bo'lgan sari shuncha remen umri qisqaradi. Olib oldik. Generator remenni qo'yamiz. Generator remenni qo'yayotganda ko'plar xato qiladi, shoshadi. Generator oyoqlarni bo'shatish kerak. Bo'shatmasdan mana shu turgan joyda shunday masafa tiqib olishadi mana. Masafa tiqib oladi. Bu xato, bu noto'g'ri narsa. Mana shu tiqayotganda aylantirganda remen titilib ketadi. Mana shu joy yirtilib qoladi. Sababi o'shaning uchun hammasini oyoqlarni bo'shashtirib, ikkita oyog'ini bo'shashtirib, tepalarini bo'shatib, kerakli bo'shatib tortish kerak. Hop, supurtni choldik, karotga g'irilyapti deyaptilar. Pornilar yaxshi turibdi, cho'tga turibdi, xudo xolisa. Cho'tga qalin turibdi, almashtirish kerak emas. Menimcha almashtirilgan bu. Zo'r bo'lmagan. Kalotkani mana shu joyi. Har galgi aytganimdek, mana shu joyi g'irillaydi. Ko'plar buni kalotka deb, yo aporni, yo aporni aralashtirib, yo kalotka aralashtirib. Mana shu joyini shunda chetin chaqlab borib qo'yib yuboriladi, bo'ldi. Hech qanaqa bo'tda kalotka deyamiz, aporni deyamiz. Chaqlab qo'yib qo'yamiz, xudo xolisa cho'tki bo'ladi. Supurtlarni moylab, boltlarni moylab, hammasini yumshoq beramiz, cho'tki bo'ladi. Quriyotibdi. Xo'p, bu yog'ini ham yechdik. Bu yog'ida ham yechamiz, moylab olamiz. Quriyotibdi. Turkalarni alishtiramiz, moylab smaska qilib qo'yamiz hammasini. Ko'plar moylamaydi, smaska qilmaydi. Mana shu joylarni smaska qilib qo'yish kerak hammasini.
Smaska qilamiz. Aponilar cho'tga turibdi. Bularda ham xuddi shunaqa nari tarafdagi. Mana shu. Mana shu ko'rinayotgan bo'lsa, mana qarrasidan chiqib qolgan kalotkani. Mana shu aponini mana shu joyga tegib qoladi. Tegib g'irillab qoladi. Mana shu kalotkani ozgina chaqlab olsa bo'ldi. Nimaga tegib qoladi degani, endi bu zavodskiy kalotka emas. Razmeri mana shu razmeri sal kattaroq. Nechidir sotga 1 millimetr katta bo'ladi. Shuni hisobiga mana masjidga tegadi-da, g'irillab qoladi. Ko'plar buni aponiga yomon yoki kalotgan yomon deb kalotga alishtirib oladi. Bu hammasini ertaga oxiri bor. Shuning uchun mana bundan xuddi shunaqa ko'rsatib, tushuntirib, chaqlab qo'yish kerak, bo'lib yuraveradi. Kalotka hali yangi pashti. 80-90% kalotka turibdi. Hozir buni bir kalotka tamom bo'libdi deb alishtirib yuborsam, ertaga yaxshi ish bo'lmaydi. Yo'na hammasini moyla smaska qilib ikkita sharoy futurkalarni alishtirib beramiz, xudo xolasa. Cho'tki yumshoq bo'ladi. Futurkalar mana sharoy o'zlariniki. Yirtilib ketgan, uzoqqa bormagan, salni bo'lib mana teyotib, g'ajilayotib, balkiga tegib chiqib ketgan, mana chiqib ketgan salni. Yirtilib, chirtilib ketgan. O'ng taraf to'qilayotgan, mana shu to'qilayotgan mana. Chiqibdi mana. Hop. Oshnamiz bo'ldi, xudo xolsa mana sharoylar cho'tki, bir xilda, zazori bir xil. O'zgarib qolmagan hech qanaqasiga. Yakuni turibdi. Bu tarafda ham shunaqa mana zazori bir xil turibdi. Cho'tki turibdi. Bu sharoy xudo xolsa yaxshi sinovdan o'tgan. Yaxshi sharoy. Chiripaxalari ham yopildi mana oralari. Qattiq yumshoq turibdi. Xudo xolsa. Sakuni turib bu futurkalar hammasi o'ziniki qo'yapti, o'zi qilingan edi. Shuning uchun tegmadik. Sharoy bilan mana shu futurkasini o'zini qilib berdik, bo'ldi. Bu yerda yana bitta mana tarmozda ishlangan muammo. Tarmoz ishlangan alishtirishgan, lekin ustalar shunda tashab qo'yishgan ekan buni. Mana hamma joyi tegib ishxalanib yotibdi. Buni mana o'zini joyiga tiqish kerak. O'zini joyiga tiqib, shunday qilib xamutni tortib qo'yish kerak edi. Buni unaqa qilishmabdi. Kattaroq ishlanganiga bu ham balonga tegib qolyapti bunaqasi. O'zini mana bu yo'q, shunaqa bo'lyapti. Menga tegib yotibdi. Rolni burganda ishxalanadi, sharoyga tegib yotibdi mana. Ishxalani tekshirib qolish mumkin. Shuning uchun buni hammasini o'zini akkuratni joyiga o'tkazib, xamutni tortib qo'yish kerak. Tegmaydi o'shanda. Tegmaydigan qilib qotirib qo'yish kerak buni. Qilgandan keyin akkuratni toza yo'llarni ish qilish kerak. Ko'chada qolib ketadigan ish qilish kerak emas. Chunki bu mashinaning egalari mijozli bizga ishonib keladi. Bizga ishonib kelgandan keyin ishonch oqlash kerak. Oqlash uchun akkuratni toza ish qilishimiz kerak. Endi bu hamma ustalarga emas, o'sha ayrim ba'zi bir ustalarga. Hammaga emas. Hammamizda qoladigani faqat yaxshilik. Hamma narsani pulga o'lchash kerak emas. Pulga taqavush kerak emas. Hamma narsa puldan iborat emas.